Meni dunyoga tinchlik elib keldimikin deb o'ylab qamanglar. Men tinchlik emas, balki jidal majro elib keldim. Mening vajimdan o'g'il otasiga, qiz onasiga, kelin qiynonasiga qarshi chiqdi. Odamning dushmani o'z oilasidagi kishilardir. Ota-onasini mendinmi aziz ko'rdiganlar mening shogirdim bo'lishga loyiq emas. Farzandlarini mendinmi aziz ko'rdiganlarmi mening shogirdim bo'lishga loyiq emas. O'zining krestini ko'tarib, menga egashmaganlarmi shogirdim bo'lishga loyiq emas. O'z hayotini oyaydiganlar aksicha uningdan mahrum bo'ladi. Men uchun o'z hayotini ayamaydiganlar uningga erishidi. Sizlarni qabul qilganlar meni qabul qilgan bo'ladi. Meni qabul qilganlar bo'lsa, meni avatkuchi Xudoni qabul qilgan bo'ladi. Bir payg'ambarni Xudoning so'zini yetkazganligi sababidan qabul qilganlar payg'ambar bilan o'xshash inomga erishidi. Durust odamni uning durust bo'lganligi sababidan qabul qilganlarmi shu odam bilan o'xshash inomga erishidi. Bilib qo'yinglarki, Hazrati Aysoning shogirdi deb shogirdlarim ichidagi eng arzimas biriga hatto biror ichini sovuq suv bergan kishimi jazman mening inomimdan mahrum qolmaydi.